Odamlarning kreativligi hayratga soladi, oxirgisi sizni shokka tushiradi. Avvalo kiyilmaydigan paypoqlarni kesib ko'ring, shunda sizda qo'lqop paydo bo'ladi. Ko'tarish joyidan kesik qilsangiz yaxshi, chulki tayyor bo'ladi. U buni qilganda eri hayratda qoldi. Eski kurtkalarni ham tashlamang. Ularni yarmiga bo'lib, teskari aylantirib, yonlarini tikib qo'yishingiz mumkin. Shunda qulay yostiq bo'ladi. Hatto kerak bo'lmagan yoqani ham ishlatish mumkin. Uni ikki tomonlama skoch yordamida tayoq atrofida o'rab, artichka aylantiring. Eski ko'ylaklarni ham yangilash mumkin. Dumaloq shaklni kesib, chetlarini tikib va to'ldirib, yoqimli qovoq shaklidagi yostiqni yaratishingiz mumkin. Agar eringizni kiyilmayotgan ko'ylaklari bo'lsa, ularni kesib, tugmalarni qo'shib, yostiq jildiga aylantiring. Plastik idishlarni ham qayta ishlatishingiz mumkin. Faqat bir necha joydan kesik qilsangiz, mustahkam kurak yarata olasiz. Shu kabi aqlli maslahatlar va tavsiyalar haqida ko'proq bilishni xohlasangiz, sahifamizga obuna bo'ling.